11 bob. Hazreti İsa shogirdlar bilan Yerusalimga yaqinlashib, Zaytun tig'ining etigidagi Baytboji va Baytoniya degan yezlarga kelganda, ikki shogirdini mundaq deb oldin avatdi. Sizlar oldimizdagi yezg'i beringlar. Yezg'i kiriblar, texi minilib boqmagan bir taxayning bog'liq tuğanligini ko'rsizlar. Uni yeyishib, yetilab kelinglar. Agar biri sizlardan "Nemishqa bundaq qilsizlar?" deb so'rab qolsa, Rabbimizning buningga hojati tushdi. Bir damdan keyin qaytirib berdi, denglar. Ular berib, yo'l ustidagi bir uyning darvozasi yonida bog'liq turgan bir taxayni ko'rdi. Ular tonni yeyishayotgan chog'da u yerda turgan ba'zi kishilar "Taxayni yeyishib, nima qilsizlar?" deyishdi. Shogirdlar Hazrati Aysoning deganlarini aytganda, yilqi kishilar ularga yo'l qo'ydi. Shogirdlar taxayni Hazrati Aysoning oldiga yetlab kelib, ustiga o'z chapalarini soldi. Hazrati Ayso taxayga mindi. Nurg'un xaloyiqning ba'zilari chapalarini, ba'zilari o'pchirdagi izlardan kesgan shox shumbularni yo'lga poyandoz qilib soldi. Oldida mangan va kaydin agashganlar: "Xudoga shukr, Parvardigorimizning nomida kelguchiga muborak bo'lsin. Ajdodimiz Davudning podshohligining izbosoriga muborak bo'lsin. Arshavodagi Xudoga shukrlar o'qilsin" deb vaqirshotdi. Hazrati Ayso Yerusalimga berib, markaziy ibodatxona ho'ylariga kirdi va hamma narsani ko'zdan kechirdi. Biroq kech kirib qolg'achqa 12 shogirdi bilan birga yana Baytoniyaga qaytdi. Etsi ular Baytoniyadan chiqqanda Hazrati Aysoning qo'ziga ichib ketgan edi. U yiroqdagi baroqson bir tüp anjir darig'ini ko'rib, hech bo'lmaganda to'ng anjir bo'lsimi bordu deb uningga qarab mangdi. Daraxtning yeniga bog'inda yo'pilmoqdan boshqa hech narsa topolmadi. Bu anjir pishadigan vaqt emas edi. Hazrati Ayso daraxtga: "Buningdan keyin hech kim sening mevangni yemagay" dedi. Shogirdlarimi buni angladi. Ular Yerusalimga keldi. Hazrati Ayso markaziy ibodatxona ho'ylariga kirib, u yerda ilim setim qilayotganlarning hammasini haydab chiqarishga boshladi. Pul tegishlilarning shiralarini va kaptar sotquchilarning o'rindiqlarini o'rib, mol ko'tirib olgan har qanday odamning ibodatxona ho'ylaridan o'tishiga ruxsat qilmadi. U xalqqa ta'lim berganda mundaq dedi: "Muqaddas yozmalarda Xudoning mening uyim butkul xalqlarning duo tilovatxonasi deb atalsin degan so'zi yozilgan emasmi? Lekin sizlar uni bulangchilarning uvusiga aylantirib olibsizlar" dedi. Oliy ruhaniylar va Tavrat ustozlari buni anglab, Hazrati Aysoni uchiqtirib etishning chorasini izlashga boshladi. Ular Hazrati Aysodan qo'rqatdi, chunki butun xaloyiq uning ta'limiga hayron edi. Kashqirollari Hazrati Ayso bilan shogirdlari shaharning sirtiga chiqib ketdi. Atsi atiganda Hazrati Ayso bilan shogirdlari anjir darig'ining yendi o'tib ketib, daraxtning yildizidan qurib ketganligini ko'rishdi. Tunugunki vaqani esiga olgan Petrus: "Ustoz, qarang, siz qarg'an anjir darig'i qurib ketibdi" dedi. Hazrati Ayso ularga javoban mundaq dedi: "Xudoga ishoninglar. Bilib qo'yinglarki, kim bu taqqa qo'zg'al, dengizga tashlan desa va ko'ngli gumonlanmay, e'tiqodlarining amalga oshishiga ishonch qilsa, uning talibi ijobat bo'ladi. Shuning uchun sizlarga aytamanki, duo bilan tilgan har qanday narsaga erishdim deb ishoninglar. Shunda talibinglar ijobat bo'ladi. O'rinlardan turib duo qilinglarda birarsiga qo'saq ko'pinglar borligi yodinglarga kelsa, uni kechiringlar. Shu chog'da arishdagi otanglarmi sizlarning gunohlaringlarni kechirim qiladi. Sizlar boshqalarni kechirim qilmasanglar, arishdagi otanglarmi sizlarning gunohlaringlarni kechirim qilmaydi. Ular yana Yerusalimga qaytib keldi. Hazrati Ayso
markaziy ibodatxona g'oylarida aylanib yurganda, oliy ruhoniylar, Tavrat ustozlari va oqsoqollar uning yeniga kelib, siz qilayotgan ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilyapsiz? Sizga bundaq qilish huquqini kim bergan? deb so'rdi. Hazrat Ayso ularga, men avval sizlardan bir savol so'ray. Sizlar uningga javob beringlar. Shu chaqda men bu ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilayotganligimni aytib beraman. Aytinglar-chu, Yahyo payg'ambarga cho'mildirish huquqini Xudo berganmi yoki insonlarmi? dedi. Ular o'zaro munozara qilishga boshlab, agar Xudo bergan desak, undaqda sizlar nima uchun Yahyoga ishonmadinglar? deydi. Biroq biz qandoqmi insonlar bergan deyalaymiz, deyishdi. Chunki ular Yahyoni haqiqatan payg'ambar deb hisoblaydigan xalqdan qo'rqatdi. Buning bilan ular Hazrati Aysoga bilmaymiz deb javob berishdi. Undaqda menmi bu ishlarni qaysi huquqqa tayinib qilayotganligimni aytmayman, dedi Hazrati Ayso ularga.